2012-yildan beri o'zlarini ish faoliyatini yuritib kelayotgan ekan, ya'ni profillarni mana shunaqa 100% holatigacha o'zlari noldan tayyorlashar. Kichkina zavod emas, kuniga 20 000 metr, qoyilmisiz 20 000 metr profillarni chiqarib yurar ekan. Bu profillarni 1 metr narxi eng arzoni 3,5 ming so'mdan. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa bugun Xitoydagi dekor profillari ishlab chiqaradigan zavodga kelganmiz. Sizlarga Alloh qodir qilgancha bularni obzorni qilib o'tmoqchimiz. Qanaqa yangiliklar, narxlari nech pul, hammasini video davomida va zavodga ham chiqib sizlarga bitta ko'rsatib o'tamiz. Bu qo'limda turgan narsa VPS profillari bo'ladi. Bular yog'och simon bo'ladi, lekin yog'ochdan ancha baquvvat, suvga chidamli bo'ladi. Buni odatda devorlarga, shiftlarga ko'rayotganlaringizdek, hozir showroomdamiz. Devorlarga ham, shiftlarga ham, restoran, ofislarga juda keng tarqalgan mahsulotlardan biriga obzordamiz hozir. 1000 dan ortiq turdagi variantlari bor. Sizni xohishingizga qarab, siz xohlagan rangda va siz xohlagan shunaqa shaklda chiqarib bera olar ekan. 2012-yildan beri o'zlarini ish faoliyatini yuritib kelayotgan ekan, ya'ni profillarni mana shunaqa 100% holatigacha o'zlari noldan tayyorlashar ekan va bu ikkinchi zavod ekan. Bu yerda tayyor mahsulot keladi va siz xohlagan shaklda bukib beradigan zavod kelganmiz. Bu yerda ko'rib turganlaringizdek, siz xohlagan rangda chiqarib bera oladi. Va razmerlarini ham bir to'la aytib ketay, 0,3 mm dan to 1,5 mm-gacha. Videoni oxirigacha tomosha qiling, narxini ham aytib o'taman. Chunki O'zbekistondan 2-3 barobar arzon joyda turibmiz. Siz O'zbekistonga dekor profillarni buyurtma qildingiz, mana shunaqa holatda keladi. Bu yerda endi qanaqa ish bajariladi desangiz, tagiga va ustiga siz xohlagan rangdagi plyonkalar yopishtiriladi. Bu yerda endi 100 gradusdan 120 gradusgacha issiqligida mana shunaqa plyonkalar yopishtiriladi. Endi bu yerda ko'rib turganlaringizdek, yog'och ko'rinishidagi plyonkalar yopishtirilyapti. Ya'ni profil rangi mana shunaqa bo'ladi. Endi bulardan yana so'rab o'tdim. O'zbekistonda juda issiq havo bo'lishi mumkin. Qanaqa chidab beradimi, yo'qmi deganimda, bemalol chidab bera oladi deyishyapti. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana shunaqa holatda tayyor bo'ladi. Bu yerda ko'rib turgan mahsulotlarimiz hammasi 100% o'zlaridan chiqar ekan. Mana shu holatiga kelguncha hozir bitta ko'rib o'tamiz. Bu nima deganlar uchun? Birinchi devorga qotiriladi. Samaringiz bilan keyin bu yoqqa profillar qotirib chiqariladi. Shuni tushunishlaringiz uchun. Ketdik endi. Tayyor mahsulot sizni xohlagan rangingizdan keladi. Bu yoqqa kelgandan keyin bu apparat bosib beradi. Ya'ni kelinglar. Mana shunaqa holatgacha keltirib bera oladi. Ya'ni teshib bera oladi. Har xil razmerda teshib bergandan keyin bu tarafga o'tadi. Bu apparatimiz hozir ishlamayapti. Ishlaganda ovozim juda xunuk chiqib qolar ekan. O'shanga baqirib gapirmasligim uchun sizlarga to'xtatib video qilamiz. Ya'ni bu yerga tayyor mahsulotni mana shunaqa holatgacha keltirib bera olar ekan. Qoyilmisizlar? 80% tayyor bo'lgan mahsulot endi bukish jarayoniga keladi. Endi bitta ko'rsatamiz, qaranglar. Siz xohlagan razmerda, siz xohlagan shaklda bukib bera oladigan shu yerda, ya'ni siz xohlagan deganda 1000 dan ortiq variantlarda, shakllarda bukib bera olar ekan. Hozir bitta jarayonni ko'ramiz, qaranglar. Kelyapti. Tayyor mahsulot bu yoqqa kelgandan keyin bu apparatimiz tortib beradi va kesib berar ekan. Oldindan bitta ko'rsatib qo'yasiz. Hozir bitta kesish jarayonini ko'ramiz. Ya'ni sizga 1 metr kerak bo'ladimi yoki 15 metr kerak bo'ladimi? Mana shu stanoklarimiz kesib bera olar ekan. Va oxirgi jarayon, opalarimizga bitta like bosib qo'yinglar, gap yo'q. Erkaklardan ortiqcha ish qilyapti bor, qaranglar. Endi eksport qilish uchun buni o'rab, ya'ni bu jarayonga o'tadi. Bu jarayonda polni o'ragandan keyin korobka sifatida chiqib ketadi. Ma'lumot o'rnida shuni aytib o'tishim kerakki, bu zavod kichkina zavod emas, kuniga 20 000 metr, qoyilmisiz 20 000 metr profillarni chiqarib yurar ekan. O'zbekistonga sizga necha metr kerak, qanaqa shaklidan kerak, kommentlarga yozib ketsangiz, O'zbekistonga 1 metr nech pulga tushishini ham aytib o'tamiz. 是我们的一个铝制金属制品，有不同的工艺，如果你有需要到的话，都可以来联系到我们。从波浪板到四方管，还有各种弧形的方通四方管都可以定制。 Bizning kanalda doim mahsulotlarni narxi bilan chiqarib kelyapmiz. O'shaning uchun bitta like bosib qo'yinglar, sizlardan hech narsa ketmaydi. Bu profillarni
1 metr narxi eng arzoni 3,5 ming so'mdan 110 ming so'mgacha bo'lgan miqdorda chiqyapti ekan. Sizga necha metr kerak? Pastdagi raqamlarga aloqa qilsangiz O'zbekistonga necha pulga yetib borishini ham aytib o'tishadi. Salomat bo'lasizlar.